Well, demak, guys, sizlarga o'sha pre-intermediate solutions kitobimizni 3 unit 3D qismidagi grammatik ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Demak, ushbu unitda bizada must, mustn't hamda needn't, don't have to singari modal fe'llarni ishlatilishi haqida ma'lumotlar berilgan. Alright, I try to give more information or ko'proq ma'lumot berishga harakat qilaman, lekin maksimum darajada kerakli ma'lumotlarni beraman. Okay. Demak, birinchi mustdan boshlaymiz. I write the formula of must. Demak, subject must verb 1 va object keladi bizada. Ya'ni subjectdan keyin must, keyin verb 1 kelishi kerak. Verb 1 degani fe'lga hech narsa qo'shmaymiz degani. Negativ shaklimizda mustn't keladi subject. Mustn't yana verb 1 keyin objectimiz savol shaklida, demak, bilganlaringdek question word kelishi ham kelmasligi ham mumkin. Must subjectdan oldinga chiqadi. Must subject verb 1 object shaklida keladi. Misol uchun I must I must do tasks on time. Vazifalarni o'z vaqtida qilishim kerak. You mustn't let's say smoke at school, or must we learn all the words. Lekin savol shakli kamdan kam uchraydi. Misol uchun savol shaklini juda ham ko'p ko'rmaganman. Lekin yozib qo'yamiz, zarar yo'q. Formula bo'yicha qanaqa kelishi ko'rib turish uchun, bilish uchun. Sorry, I was mistaken. I want to use this. Demak, formulalarni nazarda olsak, demak, osonroq bo'ladi ko'rishimizga. Demak, xo'p, formulasini ko'rdik. Demak, must bu modal fe'l. Modal fe'l degani yordam berib keladi, qo'shimcha ma'no beradi. O'zi mustaqil gapda kela olmaydi. Ya'ni qanaqadir o'zini ma'nosi bor. O'sha verb deb yozdik-ku, u fe'l asosiy fe'l hisoblanadi. Verb birimiz bu asosiy fe'l. O'sha asosiy fe'lga qo'shimcha ma'no qo'shib keladi. Endi must'ni qanaqa ma'nosi bor? Must birinchi ma'nosi bu shart degani. Sizlar bilan have to degan yordam modal fe'lni o'rgangandik. Bu o'shani sherigi shart, majbur degani bu. Nima qilishga majbur degani. I must do tasks on time degani, men vazifalarni qilishga majburman. Boshqa ilojim yo'q. Qonun shu narsaga majburman. Faqat negativida ma'no ozroq o'zgaradi. Mustn't degani bu taqiqlangan, mumkin emas degani. Mumkin emas. Shart emas deb tarjima qilmaymiz buni. Mumkin emas deb tarjima qilamiz. Ya'ni you mustn't smoke at school. Sen maktabda chekishing mumkin emas, sigaret chekishing mumkin emas. Qanaqadir ishlar taqiqlab qo'yilgan bo'lsa, qonun bo'yicha umuman qilish mumkin emas bo'lsa, mustn'tdan foydalanamiz. Nimadir taqiqlanganligini bildiradi. Endi must savol shaklida kelsa, shunaqa qilish shartmi degan, majburiymi degani. Asosan plus minus ishlatiladi. Endi bizda qaranglar, needn't bilan don't have to degan so'zlarni qo'shib ketdi. Xo'p, nimaga bular kerak deganda, birinchi needn't degan so'zimizni olamiz. Needn't plus verb 1 keladi bizada. Needn'tdan keyin verb 1 keladi. Don't yoki don't yoki doesn't have to dan keyin ham
verb 1 keladi. Bular ham o'sha modal fe'l. Endi bu fe'llar shart emas degani. Shart emas. Majburiy emas, ixtiyoriyga o'xshab ketadi. Ixtiyoriy. Xohlasang qilasan, xohlasang qilmaysan degani. Ixtiyoriy. Ixtiyoriy degani. Ya'ni birinchisi nima dedim? You must do tasks on time. Sen vazifalarni vaqtida bajarishing shart deb aytdim, to'g'rimi? Endi sen vaqtida bajarishing shart emas, xohlagan vaqting bajarsang bo'ladi desam, ikki xil variantda aytishim mumkin ekan. Yoki man deylik. I needn't do tasks on time. Yoki bir xil I don't have to do tasks on time deb ishlataman. Ma'nosi bir xilmi? Bir xil. Bu qanaqa ma'noda kelar ekan? Bu shart emas, majburiy emas degan ma'noda ishlatilar ekan. Keyin mana bu ikkalasidan keyin ham yaxshilab e'tibor beringlar, verb 1 keladi. Bu ham modal fe'l. I don't need to do tasks on time. Men vazifalarni vaqtida qilishim shart emas. I don't have to do tasks on time. Yoki men kechgacha ishlashga majbur emasman. O'zimning xohishim desam, I don't man demaylik. Mening o'rtog'im kechgacha ishlashga majbur emas. My friend bo'lgandan keyin doesn't ishlatiladi. Doesn't have to work late. Needn't bilan bersam xato emas. My friend needn't work late. Ustoz, qaysi biri yaxshi desaylik, kelasi ham bir xil. O'zlaringga ma'qulini tanlab olib ishlataverasizlar. Endi ko'pincha writingda don't have to yaxshiroq deb o'ylayman. Chunki needn't deyarli ko'rmaganman kimdir writing taskon yoki task ishlatgan. Qisqasi, demak tushundinglar. Demak bizada must bor ekan, modal fe'l ekan u. Must fe'l shaklida nimadir qilishga majbur, shart degan ma'noda kelar ekan. Shu studentlar deylikmi? Talabalar. Students must listen to their teachers. Talabalar o'zlarini ustozlarini tinglashga majbur. Mustn't nima degan ekan? Mumkin emas degan ekan. Deylik. Drivers mustn't drink alcohol. While driving. Haydovchilar alkogol ichishi mumkin emas, mashina haydayotganida. Must your students let's say come every day. Deydi, come every day. Siz o'quvchilaringiz har kuni kelishga majburmi degan savolni berdik. Needn't bilan doesn't have to bu ixtiyoriy, nimadir qilish shart emas degan ma'noda ishlatilar ekan. Okay, qani kitobga nimalarni tushuntirdi? Shu narsani tushuntirgan. Mana we use, bu yerga qo'yishimiz kerak bo'lgan narsa, we use must, biz mustdan foydalanamiz to say that something is necessary or very important to do. Nimadir zarur va qilish juda ham muhim bo'lsa, mustdan foydalanamiz, ya'ni shart, muhim degan. We use needn't and don't have to. The don't have to bilan needn'tdan foydalanamiz to say that something is not necessary. Nimadir zarur bo'lmasa, majburiy bo'lmasa, needn't yoki don't have to'dan foydalanamiz. We use it mustn't. Biz mustn'tdan foydalanamiz. If something is prohibited qo'yib davom etdi. Prohibited degani taqiqlangan degani.
taqiqlab qo'yilgan mumkin emas bo'lsa, mustn'dan foydalanamiz degan. Endi mana bu bizda ko'p tarqalgan savol bor. Must bilan have to degan modal fe'llarning farqi. Ya'ni bilamiz, bizda have to degan so'zimiz ham bor edi. Nima degan edi? U ham shart degan edi. Have to, must. Ikkalasi ham shart, zaruriy degan. Endi farqini kitobimiz tushuntirdi bizada. Ular very similar, ular juda ham o'xshash dedi. Lekin must often express the feeling of the speaker. Sizlar must so'zini ishlatsanglar, ko'pincha o'zlaring o'sha narsaga iqror bo'lasiz, ya'ni o'zlaringdan kelib chiqadi. Ya'ni I must do more exercise. Men ko'p mashq qilishim shart. Nima deganda o'zlaring vijdonlariga qiynalib, bu o'zimga foyda bo'ladi, shuni qilmasam yomon bo'ladi deb turib, odamning ichki hissiyotidan kelib chiqadi. Lekin have to bo'lsa ko'pincha external obligation. Uni xohlaysizlarmi, xohlamaysizlarmi, majbur bo'lasizlar. Kimdir sizlarni o'sha ishni qilishga majburlagan, tashqi omillarga sababchi bo'ladi ko'pincha. Misol uchun, you have to wear a helmet. San deb boshingga boshni himoya qiladigan kaska bor-ku, o'sha narsani kiyishing shart. Boshni himoya qiladigan bosh kiyimi kiyishing shart. Chunki bu qonunda yozib qo'yilgan. Tushundinglar? Ya'ni mana bu I have to come at 7 deymiz. I must come at 7 deymiz. Endi albatta tuzilishda farqi bor. Have to bilan keladi, mustdan keyin fe'lni o'zi kelishi kerak. Birinchi gapimizda men soat 7 da kelishga majburman dedimmi? Demak, qoida shunaqa ishxonamda. Agar kelmasam jazolashadi meni. Bu qonunga mos. Qonun yoki kimgadir va'da berib qo'yganman. Lekin I must come at 7 desam, qonun ham bo'lishi mumkin. Ahamiyati yo'q, lekin buni ko'pincha meni o'zim xohlayman. Ya'ni men aytaman, o'sha ishni qilishim shart. Bo'lmasa uyalib qolaman hammani oldida yoki qanaqadir yomon narsaga sababchi bo'ladi deb o'ylashim mumkin. Shunaqa holatda bir-biridan farq qiladi. Lekin almashtirib ishlatiladigan holatlar juda ham ko'p. Juda katta farq emas. Lekin bularning negativini juda katta farqi bor. Ya'ni hozir tepada tushuntirganimdek, bizada mana just a second bitta pastga tushirsak, mana don't have to. Negativ nima bo'ladi? Doesn't have to bilan mustn't o'rtasida juda ham katta farq bor. Don't have to, doesn't have to bu xohlasang qilsang bo'ladi, lekin majbur emassan degani. Mustn't bu mumkin emas, qilishing mumkin emas, taqiqlangan degani. Ya'ni I don't have to, nima deymiz? I don't have to eat this meal desam, men bu ovqatni yeyishga majbur emasman. Xohlasam tashlab ketaman, xohlasam yeyman degani. Majburiylik yo'q degan. Lekin I mustn't eat this meal. Men bu ovqatni yeyishim mumkin emas degan. O'sha taqiqlangan ovqatni yeyish menga. And I hope guys you understand. Umid qilamanki tushundinglar. Endi mashqlarni ham qanaqa qilish kerakligini tushuntirib ketaman. Birinchi mashqimizda do you know the game show in the photo? Rasmdagi o'yinni bilasanmi dedi. Bilsanglar ham bilaman. Nima bo'lishini darsda speaking qilib aytib berishlaring kerak bo'ladi. Ikkinchi mashqimizda xuddi o'sha bu televizorda ko'rib turgan o'yinlaringni dialog shaklidagi ko'rinishi berilgan. Ya'ni bunda host boshlovchi hamda Jill o'sha ishtirokchi o'rtasida suhbat bor. O'sha suhbatni o'qigan holatda qaysi joyga qaysi modal fe'lni qo'yish kerakligini tanlab chiqasizlar. Albatta tarjima bilan qilish kerak. Buni tarjimadan kelib chiqasizlar. Shart deganmi yoki mumkin emas deganmi yo shart emas deganmi? O'shanga qarab turib tanlab chiqasizlar va tarjima qilasizlar to'liq ularning suhbatini. Keyin 128-betda qo'shimcha mashqlar berilgan. Ularni qilib chiqinglar. U sizlarni must, mustn't, needn't, don't have to qanchalik tushunganlaringni mustahkamlashga yordam beradi. 4-inchisi bizada qiziq mashq, ya'ni sizlar maktablaringdagi qoidalarni
tasvirlashlaring kerak bo'ladi. Buni tasvirlaganda bizada qator qoidalar berilgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ta qoida berilgan. Shu qaysini qilishga majbursizlar, qaysini qilish mumkin emas, qaysini qilish ixtiyoriy, xohlasanglar qilasizlar, xohlasanglar qilmaysizlar. Buni qilishga majbur emassizlar. Shularni to'liq gap qilib yozib berasizlar. Misol uchun mana yozib qo'yibdi. We needn't bring our mobile phones to school. Biz maktabga telefonlarni olib borishga majbur emasmiz. Ya'ni xohlasak uyda tashlab ketsak bo'ladi, xohlasak olib borsak bo'ladi. Shunaqa qilib turib qolganini joylashtirasizlar. Albatta tarjima bilan. Keyin 5-mashqimiz. Use the words in the bracket, rewrite the sentence so that they have the same meaning. Bizada qanaqadir gaplar berilgan. Bu gapni birinchisini tarjima qilib olasizlar-da. Keyin qavs ichidagi modal fe'ldan foydalanib, xuddi shu ma'nodagi gap tuzasizlar. Misol uchun birinchisida it isn't necessary for you to help me. Shart emas, ya'ni zaruriy emas, sani menga yordam berishing degan. Sen needn'tdan foydalanib tuzish kerak edi. Nima dedi? You needn't help me. Sen menga yordam berishing shart emas deb tuzib qo'ydi. Xuddi shunaqa qolgan mashqlarni qilasizlar. Mana ichida zo'r yangi so'zlar bor, misol uchun compulsory, majburiy, allowed, ruxsat berilgan, important, muhim, obliged, bu ham majburiy degani. Tarjima qilib, shu gaplarni qayta yozib chiqasizlar. Oltinchi mashqda qanaqadir o'zlaring biladigan bitta o'yinni olib turib, o'sha o'yindagi qoidalarni yozishga harakat qilinglar. Endi bu televizorda ko'rsatadigan qanaqadir game show bo'lishi ham mumkin, kitob aytganda, ya'ni ba'zi bir o'yinli ko'rsatuvlar bor. O'shanaqa ham bo'lishi mumkin. Xohlasanglar o'zlaring telefonda o'ynaydigan o'yin bo'lsa ham bo'laveradi. O'sha o'yinda sizlar nima qilishlaring shart, nima qilishlaring majburiy emas, xohlasanglar qilsanglar bo'ladi va nima qilish mumkin emas. O'sha narsalarni to'liq tekst qilib yozib chiqasizlar va darsda o'sha narsa gaplashilishi kerak bo'ladi. So guys, that's all. Take care. Do the exercise on the workbook.